O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kambag'al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Ushbu qarorda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizning barcha hududlarida kasbga o'qitish markazlari tashkil etildi. Odamlarni ish bilan ta'minlash, biror faoliyat turiga jalb etishning eng samarali yo'li ularni kasb-hunarga o'qitish ekani mamlakatimiz tajribasida yaqqol namoyon bo'lmoqda. O'tgan qisqa vaqt ichida yoshlar, ayniqsa ishsiz aholi qatlamini bu tizimga jalb qilish, kelgusida oliy ta'limni davom ettirishdan qat'iy nazar ularga hayotida asqotadigan biror hunarni o'rgatish, egallagan kasbi bo'yicha bo'sh ish o'rinlari yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, hozirda respublikamiz bo'yicha 65 ta kasbiy ko'nikmalar markazi mavjud bo'lib, Toshkent viloyatining 5 ta hududida, ya'ni Oqqo'rg'on, Piskent, Bekobod, Qibray tumanlari va Bekobod shahrida ham mazkur markazlar faoliyat olib bormoqda. O'rta Chirchiq tumanidagi kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi rahbaridan ularning faoliyati haqida so'radik. Mahalliyligi tomonidan xatlar o'tkazilganda migratsiya bo'yicha hozirgi kunda ko'p mamlakatlarda hozir 1600 ga yaqin fuqarolarimiz har xil yo'nalishlarda ishlarini olib boryapti. Undan tashqari migratsiyadan qaytgan fuqarolarimiz xatlovda aniqlangan 450 nafar fuqarolarimiz qaytib kelgan. Ular bo'yicha ko'p ishlar olib bordik. Har xil yo'nalishda bandligini ta'minladik. Subsidiyalar berdik. O'sha prezident qarori bo'yicha uzoq muddatga yerlar ajratildi 30 sotikdan va o'zini o'zi band qilib kreditlar ajratdik. Undan tashqari aniqlanganda 350 nafar fuqaro xorijga ketish istagini bildirgan. Ular bo'yicha keng ishlar olib boryapmiz. Tumanimizda, tuman markazida joylashgan kollejimizda hozir o'qish yo'nalishini ochganmiz. U bo'yicha Rossiyaga, Yevropa davlatlariga 3 oylik kursimiz bor. U yerda payvandchi, svarchik yo'nalishlarda o'qiydi, til o'rganadi. O'sha xorij tillarida rus tilini o'rganib, sertifikat oladi. Kafolatlangan tarzda u davlat bilan migratsiya agentligi bilan hamkorlikda ish olib boryapmiz. Yotoqxonasi, ovqati, kelib ketishi, vizasi, uning ichida hammasi bepul ta'minlanadi. Birinchi navbatda til o'rganish, keyin kasb o'rgatib, keyin o'sha kafolatlangan u ishini yo'llanmasini berilyapti. Avvallari o'sha fuqarolarimiz o'zi bilib, o'z boshimchalik bilan ketardi davlatlarga, Rossiya davlatlariga, Yevropa davlatlariga. U yerda har xil qiyinchiliklar bilan nima deydi, aldab, pulini bermay, ish haqqini bermay, natijada pulsiz qaytib kelardi. Hozirgi kunda o'zimizni bir tizim qo'yganmiz, migratsiya yo'nalishi bo'yicha agentlik bilan hamkorlikda o'qishini yoki sertifikatini aniq qilib, keyin migratsiya agentligi orqali jo'natyapmiz davlatlarga. Xorijiy davlatlar bilan hamkorlikda olib boryapmiz. Hozir ishni o'zi nima kasb kerak, qanaqa ishlar kerak, shu bo'yicha biz hozir o'qitib beryapmiz. To'g'ridan to'g'ri ularga jo'natyapmiz. Tuman hokimiyati tomonidan imkoniyat cheklangan fuqarolarga o'zi bepul o'sha o'qishini ham, tilini ham to'lab berilyapti. Xotin-qizlarning bandligi mamlakat iqtisodiyoti va ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutadi. Mazkur markazda o'qigan ko'plab xotin-qizlar nafaqat yurtimizda, balki Rossiya davlatida ham o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yishgan. Bitiruvchilarning katta qismi tikuvchilik, sartaroshlik va go'zallik salonlarida ish topib, o'z bizneslarini yo'lga qo'yishgan. Shuningdek, Toshkent viloyati migratsiya agentligi bilan hamkorlikda xorijiy tillar, xususan ingliz, rus, koreys va nemis tili o'quv kurslari tashkil etilgan. Bularning barchasi aholini kasb-hunarga o'rgatish va malakasini oshirish orqali ularning bandligini ta'minlash, musofir yurtlarda qiynalmasdan xotirjam ish faoliyatini yuritishlari uchun ko'rilayotgan chora-tadbirlardir.